Assalomu alaykum pechenkalarim, tuzimizlar yaxshi dam oldinglarmi? Hammalarni Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Ilohim keyingi hayitlarga ham birga shunaqa sog'-sog'lom yetib olib, bir-birimizni shunaqa chiroyli so'zlar bilan tabriklash hayit bilan nasib ro'z aylasin. Qizlarjonlar, ertalabdan erim ikkita anaqani nima edi, qo'yni so'ydirib keldilar. Hayit namozidan keyin endi hozir 3-sini so'ydirgani. Men ham boraman dedim. Hozir pastda meni kutib turibman. Erim hozir bolalarni olib tushsalar, borib qurbonlikni qilib kelamiz. Albatta yangi uyimizda inshaalloh tez kunlarda ko'chib olish nasib qilsa aytdim. Adasi iltimos, yangi uyda so'yiling, mana shu qo'yni dedim. Bo'pti dedilar. Anaqa yangi uyga srazi morozilnik oldik, kattasidan qo'ydik, o'sha yerga go'shtlarni taxlab kelamiz. Chunki tez kunda ko'chib boramiz-ku. Birato'la o'sha yerda qoldiramiz go'shtlarni. Keyingi qo'yimizda ana oqini so'yib, уже go'shtlarini tindirib qo'ydik. Endi mana bu bosh oq so'yiladi. Biz so'ydik ya. Qo'y so'yilayotganda niyat qilib ushab turilar ekan. O'sha bolam. Nega? O'sha. Qo'rqaman. Men bu SMS o'qib kuldim. To'g'risini aytaman, Surat ko'prigida bizani o'sha qo'yimiz olib o'tarkanda, o'z tuya so'ymoqchi edik. Tuyani go'shtini kim yeydi? Keyin mol so'yish taklifini ham berishdi. Lekin biz qo'y go'shtini yaxshi ko'rganimiz uchun mol emas, uchta qo'y so'yamiz deb, uchta qo'y so'ydik. Chunki qo'y go'shtini yaxshi ko'raman. Inshaalloh Xudo xolasa Surat ko'prigidan uchta qo'yda o'tib ketaman. Ustiga o'tirib, takoyat olib. Shunaqa gaplar. Sizga joylar niyat qildim, qo'y so'ysam qornini tozalab yeyman deb. Tozalab ko'ramiz. Qaynonam o'rgatgan ana metodikasi bo'yicha ketdik. Sizlar qaranglar, mana bu terisi hali qaynoq suvga solmasimdan turib ko'chyapti. Vau! Zo'r qo'y ekan. Ko'rasizlar? Kecha Instagramda ko'rdim deb bittasi tozalab qozoq qiz yuvdi deb shunaqa yegim keldi mana. O'zim qilaman. Yangi kelinligimda qo'y so'yganimizda qaynonam qornini, kalla tuyoqlarini berib, borib uchastkada tozalab kelgan deganda. "Hop, oyijon" deganman deb, "Fu" deb pulga bittasiga tozalatib, "Oyijon, tozaladim" deb olib bordim. Mana bu yil o'zim qilaman. Ko'rgan ekanman deb, qanaqa tozalash kerakligini. Ancha toza bo'lib qoldi. Hozir tozalagandan keyin bu qorinni pishirib yeymiz. Shirin bo'ladi. Qorninglar bo'lsa, oshuvchi berib yuborasizlar. Sizlar bilasizlar, jigar ko'p turmaydi. Faqat qorin, tuzli suvda maza qilib damini olgungacha jigar, go'sht, dumbalarni qovib tashlaymiz. Aytganman hali bir to'y degani, bayramda to'rimiz. Bugun go'sht yeydigan kunimiz ekan. Bo'ldi, qovursin, dumba yeyman. Bundan ko'ra mana buni tezroq yeyim deb ketadi. Vallahi shuni endi nima qo'rsoq. Qizlar ovqat prям zo'r chiqdi, mashq qoldi. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, direktga yozib qo'yinglar. Qorin salat qilishni o'rgataman. Qizlarjonlar, qorin salatga zakaz olaman. O'z qo'llarim bilan tayyorlab shunaqa chiqazib yuboraman. Mana. Voy, shunaqa zo'r bo'ldi mazasi. Faqat ertaga ozgina garimdor qo'shib yuborsam bo'ldi. Garimdor topolmadim. Biz achu yemaymiz, lekin achu yetishmayapti bu yerda. Qaynoq qilib turibdi qizlar. Mana. Retseptini ertaga qo'yaman, xudo xolisa. Ishonchli retsept. Mana shu ketma-ketlikda tayyorlasanglar, rostdan ham zo'r chiqargan. Bismillah.